1969-yilning 20-iyul kuni Apollon 11 fazo kemasining kapitani Nil Armstrong Oyga omadli qo'ngandan keyin sayyoramizdagi Oyga birinchi qadam qo'ygan kishi bo'ldi. Oyda Nil Armstrong 2 soat 31 daqiqa 40 soniya yurdi. O'sha vaqt ichida u yer bilan bir necha marotaba aloqaga chiqib, ulardan oldin musiqani o'chirishlarini so'raydi. Keyin esa musiqani o'chirmasliklarini, ushbu kuy quloqiga yoqimli eshitilayotganini aytadi. Yerdagilar esa, aniqrog'i NASA agentligidagilar Nil Armstrongning nima haqida gapirayotganini tushunmasdi. Negaki, kuy faqat Nilning o'zigagina eshitilayotgandi. Yerga qaytgandan keyin Nil Armstrong juda ko'p mamlakatlarda rasmiy safarda bo'ladi. Shunday safarlarning biri uning hayotida misli kutilmagan kashfiyotga boy bo'ladi. Nil Armstrongning Oydan qaytganidan 14 yil o'tib, yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, 1983-yilning fevral oyida u Misrga tashrif buyuradi. Misrdagi konferensiyada esa Nil Armstrong o'zini yo'qotib qo'yadi. Bundan xavotir olgan uning atrofidagilar astronavtning ahvolini so'rashda davom etardi. Nil bo'lsa birgina savol bilan ularga murojaat qiladi xolos. Aytingchi, bu qanaqa qo'shiq? Armstrong bu savolni berganida eslab qoling, konferensiyaga yaqin hududda azon aytilayotgan bo'ladi. Astronavtning bu savolidan konferensiyadagilar o'zini kulgudan zo'rg'a tutishadi va uning savoliga javoban bu namozga chorlov ma'nosida javob berishadi. Shu voqeadan keyin Nil Armstrong o'zini shu konferensiyaga yig'ilganlar oldida islom dinini qabul qilganini va bu kuyni Oyga birinchi qadam qo'ygan damda bir emas, bir necha marotaba eshitganini aytadi. Diqqat qiling, Nil Armstrong Oyda azon eshitgandi.